Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gap nimani anglatadi? Aslida nima taqiqlanadi? Kimlar xavf ostida va qaysi holatda pensiya, karta, telefon raqami yoki bank ilovasi sabab katta muammoga tushib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerga, ota-onasi pensiya oladigan har bir farzandga va keksalar bilan yashaydigan har bir oilaga tegishli. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan tugma, bitta SMS kod yoki bitta begona qo'ng'iroq pensionerning bir necha oylik pensiyasini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Avvalo eng asosiy narsani aniq aytib qo'yaman. Pensionerning telefoni borligi o'zi taqiqlanmaydi. Hech kim telefon ishlatgan pensioner pensiya olmaydi deb qo'yda chiqargani yo'q. Lekin bugungi kunda telefon oddiy aloqa vositasi emas. Telefon raqami bank kartasiga, pensiya to'loviga, SMS tasdiqlash kodlariga, mobil ilovalarga, onlayn kreditlarga, davlat xizmatlariga va shaxsiy ma'lumotlarga bog'lanib qolgan. Shuning uchun taqiq deganda men pensionerlar uchun eng xavfli harakatlarni nazarda tutyapman. Telefonni begonalarga berish, SMS kodni aytish, bank kartani boshqa odam qo'liga topshirish, o'z nomiga SIM karta olib boshqaga ishlatishga berish, mobil ilovani qarindosh yoki tanishga ochib berish, pasport ma'lumotlarini telefon orqali aytish. Ilgari vaziyat boshqacha edi. Ko'pchilik pensiyani naqd pulda olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki pensioner bankka borib imzo qo'yib pulni olardi. Telefon bo'lsa ham u ko'proq qo'ng'iroq qilish uchun edi. Firibgar pulni olish uchun pensionerning yoniga kelishi, hujjatini ko'rishi, aldab imzo oldirish kerak edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensionerning telefoniga kelgan bitta SMS kod orqali kartadan pul yechilishi, onlayn kredit rasmiylashtirilishi, mobil bankka kirib barcha mablag' o'tkazib yuborilishi mumkin. Ya'ni ilgari pensionerning kaliti cho'ntagida bo'lgan bo'lsa, hozir ko'p hollarda kalit telefonda turibdi. Mana shu o'zgarish sababli men bugun telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq deganda telefonni ishlatishni emas, telefon orqali xavfli harakatlarni qat'iyan qilmaslikni tushuntiryapman. Chunki pensionerning telefoni qanchalik zamonaviy bo'lsa, undagi xavf ham shunchalik katta bo'lishi mumkin. Oddiy tugmali telefon ham xavfsiz degani emas. Chunki unga ham SMS kod keladi. Smartfon esa yanada xavfli bo'lishi mumkin. Chunki unda bank ilovalari, messenjerlar, havolalar, rasm va hujjatlar saqlanadi. Endi kimlar eng ko'p xavf ostida ekanini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh: pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar. Agar siz pensiyani karta orqali olsangiz, telefon raqamingiz odatda bankdagi hisobingizga bog'langan bo'ladi. Sizga SMS keladi, bank xabar yuboradi. Ba'zan operatsiyani tasdiqlash uchun kod so'raladi. Mana shu kodni hech kimga aytish mumkin emas. Bank xodim ham, pensiya jamg'armasi vakili ham, soliq xodim ham telefon orqali sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir men bankdanman, kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Masalan, 68 yoshli pensioner opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi. Sizning kartangizga qo'shimcha kompensatsiya tushadi. Tasdiqlash kodini ayting deyishadi. Opa ishonib, telefoniga kelgan 6 xonali kodni aytadi. Natijada firibgar mobil bankka kiradi va kartadagi 1 million 200 ming so'mni boshqa hisobga o'tkazadi. Keyin opa bankka borsa, bank operatsiya SMS orqali tasdiqlangan deydi. Bu juda og'ir holat. Chunki pulni qaytarish uchun ariza tekshiruv, ba'zan ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh: telefonni farzandlari, nevaralari yoki qo'shnilariga bemalol beradigan pensionerlar. Men oilada yordam berish yomon demayman. Albatta, katta yoshli odamga ilova ochib berish, balans tekshirish, kommunal to'lovlarni to'lashda yordam kerak bo'lishi mumkin. Lekin pensioner o'z telefonini to'liq nazoratsiz qoldirsa, muammo boshlanadi. Nevara o'yin yuklaydi, begona havolaga bosadi. Ilova ruxsat so'raganda ruxsat berishni bosadi. Natijada telefon ichidagi SMS'lar, kontaktlar, rasmlar xavf ostida qoladi. Ayrim hollarda esa farzand yoki qarindosh pensioner nomidan qarz oladi. Keyin to'layman deb o'ylaydi. Lekin qarz pensioner nomida qoladi. Misol uchun 72 yoshli otaxonning telefoni doim nevarasining qo'lida. Nevara telefon orqali onlayn do'kondan ro'yxatdan o'tadi, keyin mikroqarz ilovasini yuklaydi. Pasport rasmi avvaldan telefonda bo'lgan. SMS kod ham shu telefonga keladi.
Natijada 3 million so'mlik qarz otaxon nomiga rasmiylashadi. O'ylab buni 2 oy o'tgach bankdan yoki qarz tashkilotidan xabar kelganda biladi. Otaxon men hech narsa olmaganman deydi. Lekin tizimda uning ma'lumotlari, telefoni va tasdiqlash kodi ishlatilgan bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, pensionerning telefoni oilaviy umumiy telefon bo'lmasligi kerak. 3-guruh o'z nomiga sim karta olib uni boshqaga berib qo'ygan pensionerlar. Bu juda xavfli. Ba'zi odamlar ota, sizning nomingizga bitta sim karta ochaylik, men ishlatib turaman deydi. Pensioner rozi bo'ladi. Keyin o'sha sim orqali kimdir bankka ulanadi, e'lon beradi, qarz oladi, firibgarlik qiladi yoki nomaqbul yozishmalar olib boradi. Raqam kimning nomida bo'lsa, birinchi savollar o'sha odamga keladi. Pension esa men bilmayman, raqamni falonchiga bergandim deb tushuntirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun pensioner o'z nomidagi sim kartani hech kimga topshirmasligi kerak. Bu telefon bor pensionerlar uchun eng qat'iy taqiqlardan biri. 4-guruh davlatdan yordam puli chiqdi. Pensiyaga qo'shimcha to'lov bor. Sizga kompensatsiya beriladi degan xabarlarga ishonadiganlar, firibgarlar aynan pensionerlarning ishonchidan foydalanadi. Ular ko'pincha o'zini bank, mahalla, pensiya bo'limi, prokuratura, kiberxavfsizlik yoki operator xodimi deb tanishtiradi. Ular shoshiltiradi, hozir aytmasangiz pul kuyadi, kartangiz yopiladi, jarima tushadi, kompensatsiyadan qolib ketasiz deydi. Esda tuting. Haqiqiy davlat idorasi sizdan telefon orqali karta raqamingizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, PIN kodni yoki bank ilovangiz parolini so'ramaydi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner telefonni faqat qo'ng'iroq uchun ishlatsa, bank kartasini o'zi saqlasa, PIN kodni hech kimga aytmasa, SMS kodlarini hech kimga bermasa, raqam o'z nomida va o'z qo'lida bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin baribir hushyorlik kerak. Chunki firibgarlar juda ustamon. Bugun ular bankdanman desa, ertaga tuman hokimligidanman deydi. Bugun karta haqida so'rasa, ertaga telefoningiz virus yuqtirgan. Biz tozalab beramiz deb ilova o'rnatishga majbur qiladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala vakolatnoma. Ba'zi pensionerlar sog'ligi sabab bankka bora olmaydi. Pensiyasini farzandi yoki boshqa ishonchli odam olib beradi. Bu mumkin, lekin hammasi qonuniy bo'lishi kerak. Agar siz kimnidir vakil qilmoqchi bo'lsangiz, notarial tartibda ishonchnoma beriladi yoki tegishli tartibda rasmiylashtiriladi. Mana kartam, mana telefonim, o'zing olib tur deyish juda xavfli. Chunki keyin nizo chiqsa, pul qayerga ketganini isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, bank kartasining PIN kodi. Ko'pchilik pensionerlar PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlaydi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Karta yo'qolsa, qog'oz ham birga ketadi yoki kimdir uyda ko'rib oladi. PIN kodni tug'ilgan yil 1001, 1234 qilish ham xavfli. Agar pensioner eslab qolishi qiyin bo'lsa, farzandi bilan birga xavfsiz usul tanlash kerak, lekin PIN kodni butun mahalla biladigan darajada ochiq saqlamaslik kerak. Uchinchi nozik masala telefon yo'qolishi. Pensioner telefonni avtobusda, bozorda yoki poliklinikada yo'qotib qo'ydi deylik. Ko'pchilik telefonning o'zi eski edi, mayli deb o'ylaydi. Aslida telefonning narxi emas, ichidagi sim karta va SMS'lar muhim. Telefon yo'qolsa, darhol mobil operatorga murojaat qilib sim kartani bloklash kerak. Keyin bankka qo'ng'iroq qilib kartani vaqtincha bloklash kerak. Agar bank ilovasi o'rnatilgan bo'lsa, bu yanada muhim. Telefon topilgan odam SMS kodlarini ko'rishi, raqam orqali parol tiklashi va pulga zarar yetkazishi mumkin. 4-nozik masala messenjerlardagi havolalar. Telegram, WhatsApp yoki SMS orqali pensiya oshdi. Tekshirish uchun bo'lsing, yordam puli ro'yxatdan o'ting. Bank sovg'asi, 50 ming so'm bonus degan havolalar keladi. Pensioner havolani bo'lsada, keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Bu firibgar sayt bo'lishi mumkin. Haqiqiy bank yoki davlat xizmati hech qachon shubhali havola orqali kartangizdagi pulni tasdiqlashni so'ramaydi. Agar havola kelgan bo'lsa, uni bosmasdan farzandingizga yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. 5-nozik masala. Men faqat kartaning old tomonidagi raqamni aytdim. Nima bo'lardi degan fikr. Karta raqami ham shaxsiy moliyaviy ma'lumot hisoblanadi. Albatta, ba'zi hollarda pul o'tkazish uchun karta raqami kerak bo'lishi mumkin. Lekin karta raqami bilan birga amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod, PIN kod so'ralsa bu xavfli. Ayniqsa CVV kodi, ya'ni kartaning orqa tomonidagi o'z xonali kodni hech kimga aytish mumkin emas.
SMS kod esa umuman hech kimga aytilmaydi. 6-nozik masala bank xodimi o'zi qo'ng'iroq qildi degan holat. Haqiqatan ham ba'zan bank xodimi mijozga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Lekin u sizdan maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar qo'ng'iroq shubhali bo'lsa, men doim shunday qilishni maslahat beraman. Suhbatni tugating. Kartangiz orqasida yozilgan rasmiy bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Begona odam bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang, chunki u ham firibgarning raqami bo'lishi mumkin. 7-nozik masala qarindoshlar bilan munosabat. Men bu yerda hech kimni ayblamayman. Lekin amaliyotda eng ko'p muammo begonalardan emas, ba'zan yaqinlar orqali ham keladi. Ona, kartangizni berib turing, men oylik tushganda qaytaraman. Dada telefoningizga ilova o'rnatib, nomingizga qarz olamiz. Men to'lab boraman degan gaplar keyin katta janjalga aylanadi. Pensionerning pensiyasi uning shaxsiy daromadi. Unga yordam berish boshqa, uning nomidan majburiyat olish boshqa. Agar qarindosh yordam so'rasa ham, hujjatni o'qimasdan, SMS kod bermasdan, nimaga ro'zlik berayotganingizni bilmasdan harakat qilmang. Endi aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, telefon raqamingiz kimning nomida ekanini tekshiring. Mobil operator ofisiga pasport yoki ID karta bilan boring. Raqam o'zingizning nomingizdami, sizning nomingizda yana boshqa sim kartalar bormi? Shuni aniqlang. Agar sizning nomingizda siz bilmagan raqamlar bo'lsa, darhol ariza yozib, ularni bekor qilish yoki bloklashni so'rang. Agarda men ushbu raqamdan foydalanmayman. Kelgusidagi har qanday noqonuniy foydalanish bo'yicha javobgarlikni oldini olish maqsadida raqamni bloklashni so'rayman. Mazmunida yozish mumkin. Ikkinchi qadam, bankka boring va kartangiz xavfsizligini tekshiring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefoningizni oling. Bank xodimidan quyidagilarni so'rang. Kartaga qaysi telefon raqami ulangan? Mobil ilova faolmi? Internet to'lovlari yo'qilganmi? Kunlik pul yechish va o'tkazma limiti qancha? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar siz mobil ilovadan foydalanmasangiz, bankdan internet operatsiyalarini cheklash yoki limitni kamaytirishni so'rashingiz mumkin. Masalan, kuniga 10 million so'm limit turishi shart emas. Pensionerning ehtiyojiga qarab 500 ming yoki 20 million so'mlik limit ham yetarli bo'lishi mumkin. 3-qadam, PIN kod va parollarni tartibga keltiring. PIN kodni kartaning yonida saqlamang. Telefon parolini 1234 yoki tug'ilgan yil qilmang. Smartfon bo'lsa ekran qulfi qo'ying. Barmoq izi yoki yuz orqali ochish imkoniyati bo'lsa, ishonchli qilib sozlang. Telefoningizni begona odamga 1 daqiqaga ham bermang. Ayniqsa bankdan SMS kelib turgan paytda. 4-qadam, oilada aniq qoida o'rnating. Farzandlaringiz va nevaralaringizga ayting, mening telefonimdan bank ilovasi, qarz ilovasi, o'yin yoki noma'lum havola uchun foydalanmaysizlar. SMS kodni mendan so'ramaysizlar. Kartamni ruxsatsiz olmaysizlar. Bu gap qattiq eshitilishi mumkin, lekin oilani himoya qiladi. Yaxshi farzand buni tushunadi. Agar yordam kerak bo'lsa, yordam sizning ko'zingiz oldida tushuntirib, shaffof tarzda qilinishi kerak. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, 3 ta qoidaga amal qiling. Birinchisi, shoshilmang. Firibgar doim shoshiltiradi. Ikkinchisi, kod aytmang. Telefoningizga kelgan har qanday kod faqat siz uchun. Uchinchisi, qo'ng'iroqni uzing va rasmiy manbaga o'zingiz murojaat qiling. Bank bo'lsa bankka, operator bo'lsa operator ofisiga, pensiya masalasi bo'lsa tuman pensiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga boring. 6-qadam, agar allaqachon SMS kod aytib qo'ygan bo'lsangiz yoki pul yechilgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Keyin bank bo'limiga borib yozma ariza bering. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lgani, qaysi raqamdan bo'lgani, qancha pul yechilgani, siz operatsiyani amalga oshirmaganingizni yozing. Keyin ichki ishlar organlariga yoki kiberjinoyatlarga qarshi kurashish bo'linmalariga murojaat qiling. Telefoningizdagi SMSlar, qo'ng'iroq tarixi, cheklar, bank xabarlari, firibgarning raqami, yozishmalarini o'chirmang. Bular dalil bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar telefon yo'qolsa, birinchi navbatda sim kartani bloklang. Operatorga boring yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Keyin bank kartasini vaqtincha bloklang. Agar telefon topilib qolsa ham parollarni almashtiring. Bank ilovasiga qayta kirish sozlamalarini tekshiring. Messenjerlaringizni ham tekshiring. Chunki firibgarlar sizning nomingizdan qarindoshlarga menga pul kerak deb yozishi mumkin. 8-qadam,
Hujjatlarni tartibli saqlang. Pasport yoki ID karta nusxasini har kimga yubormang. Agar davlat xizmatlari, bank yoki boshqa rasmiy joyga hujjat topshirish kerak bo'lsa, imkon qadar shaxsan boring yoki ishonchli farzandingiz bilan boring. Telefon orqali pasportingizni rasmga olib yuboring desa, avval kim so'rayotganini tekshiring. Hujjat rasmi, telefon raqami va SMS kod birlashsa, firibgar uchun katta imkoniyat ochiladi. 9-qadam, pensionerlar uchun alohida xavfsiz telefon tamoyilini joriy qiling. Agar imkon bo'lsa, bank va pensiya SMSlari keladigan telefonni faqat pensionerning o'zi ishlatsin. U telefonga keraksiz ilovalar o'rnatilmasin. Bolalar o'yin o'ynamasin. Noma'lum havolalar ochilmasin. Bu telefon pulingiz va hujjatingiz kaliti ekanini unutmang. 10-qadam, har oy kamida bir marta kartangizdagi operatsiyalarni tekshiring. Bankka borib ko'chirma oling yoki ishonchli farzandingiz yordamida bank ilovasida ko'ring. Mayda pulku deb e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zan firibgarlar avval 5000, 10 000 so'mlik sinov operatsiyasi qiladi. Agar odam sezmasa, keyin katta pul yechadi. Shuning uchun har bir noma'lum yechimni darhol aniqlang. Xulosa qilib aytaman, pensionerlarga telefon ishlatish taqiqlanmagan, lekin telefon orqali SMS kod berish, kartani boshqalarga topshirish, o'z nomidagi sim kartani begonalarga berish, shubhali havolalarga kirish, pasport ma'lumotlarini telefon orqali tarqatish qat'iyan taqiqlanishi kerak. Bugun telefon oddiy qo'ng'iroq vositasi emas, u pensiyangiz, kartangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz va moliyaviy xavfsizligingiz kalitidir. Kalitni kimga bersangiz, u eshikni ochishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq telefoningiz, sim kartangiz va bank kartangizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga bu qoidalarni tushuntiring. Ularni qo'rqitmang, lekin ogohlantiring. Eng yaxshi himoya bu bilim, hushyorlik va shoshilmaslikdir. Sizningcha, pensionerlarni telefon firibgarligidan himoya qilish uchun yana qanday choralar kerak? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, bank, nafaqa, huquq va xavfsizlik masalalarini oddiy tilda tushuntirib boraman.